G'alabamizning ertasiga rotamizga general tashrif buyurdi. Aytishlaricha, u diviziya komandiri ekan. Har birimizni bilagimizdan ushlab ko'rdi. Siyosiy mavzuda savollar berdi. So'ng, siz mamlakatimizda tayyorlanadigan 10 ta guruhdan birisiz, dedi salmoq bilan. Biz boshqa har qanday hayrabiylardan ko'ra sizlarga ko'proq tayanamiz. Shuning uchun ham boshqalardan bo'lakcha tayyorgarlikdan o'tdingiz. Kuni kecha biz bergan ta'limning natijasini ko'rdik. A'lo darajada. Sho'rlik polkovnikni o'ldirib qo'yishlaringga oz qolibdi. Endi yigitlar, harbiy xizmatingizning qolganini bizga qarashli bo'lmagan, ya'ni kapitalistik davlatda o'tkazasiz. O'ylaymanki, siz o'zingizga berilgan ishonchni albatta oqlaysiz. Bugundan boshlab sizlar haqiqiy josuslarsiz. Shunday maqomga erishganingiz bilan davlatimiz nomidan tabriklayman. Generalning so'nggi gapidan keyin hammamiz bir ovozdan Sovet ittifoqiga xizmat qilaman, deya baqirdik. 15 o'g'lon G'arbiy Germaniyaning 15 shahriga bo'lindik. O'shanda 10 oy mobaynida bitta kazarmada yashab, bir xil ovqat yeb, qiyinchiliklarni birgalikda boshdan o'tkazgan yigitlar bir-birimizni oxirgi marta ko'rib turganimizni bilmasdik. Qolaversa, bizni qanday qora kunlar kutib turganini xayolimizga ham kelmasdi. Lekin uy manzillarimizni bir-birimizga yozib berib, harbiy xizmat tugagach, albatta uchrashishga kelishib oldik. Mening chekimga G'arbiy Berlin tushgandi. U yerda meni Elizaveta, asl ismi Anna Saratova ismli ayol kutib turardi. Menga topshiriqlar shu ayol orqali berilarkan. Harbiy xizmatga aloqadorlik hujjatim olib qo'yildi. O'rniga G'arbiy Germaniya fuqaroligi yozilgan qalbaki pasport berishdi. Pasportimga qarasam, ismim Abram, familiyam Romanov. Odamning bir millatdan boshqa millatga aylanishi hozirgi zamonda hech gap emas ekan, deya o'zimcha kulib qo'ydim. Elizavetani topish menga mushkullik tug'dirmadi. Vokzalda poyezddan tushsam, o'zi kutib turibdi. Oppoqqina sochlari sariq qiz kulib yonimga keldi-da, "Yaxshi yetib keldingmi, Abram?" deb yuzimdan cho'pillatib o'pib, qo'ltiqlab oldi. Men uning bu ishidan ajablanmadim. O'zi shunday bo'lishini kutgandim. Qolaversa, menga Elizaveta xotining vazifasini bajaradi. O'zi avval qizlar bilan yurganmisan, deb so'rashgandi. Men yo'q degan ma'noda boshimni qimirlatganimdan so'ng, omading bor ekan. Yigitcha, Anna nihoyatda ketvorgan qiz. Borganingdan keyin o'zing ham bunga amin bo'lasan. Yana asosiy ishni unutib qo'ymalaring. Buyog'i tushunarlidir, deya uqtirishdi. Avvalgidan ham ochilib ketibsan. Xushomad qildim men Annaga nemis tilida. Rahmat, dedi u mayin ovozda va qo'limni beozorgina chimdib qo'ydi. Biz taksiga o'tirdik. Yo'l bo'yi gaplashmadik. Men ko'z qirim bilan shaharni tomosha qilib ketdim. Ochiqchasiga, birinchi marta ko'rayotgan odamdek berilib, yutoqib tomosha qilish mumkin emasdi. Bizdan hatto taksi haydovchisi ham xitlanmasligi darkor. Shaharning ta'rifiga til ojiz. Men ilk bor Sharqiy Germaniyani ko'rganimda
og'zim ochilib qolgan. Bu shahar esa undan 10 chandon chiroyli edi. Men nomini bilib bilmaydigan yaraqlagan mashinalar, ko'chalar ozoda, bir-biridan hashamatli binolar, lekin xuddi sharqdagi shahardagi kabi bu yerning odamlari ham xunukdan xunuk. Nazarimda yonimda o'zicha xayol surib ketayotgan Annadan go'zalroq qiz yo'qday. Nihoyat biz manzilga yetib keldik. 200 yil avval qurilgan bino peshtoqiga 1783-yil deb yozilgandi. Binoning 3-qavatiga ko'tarildik. Boshqalardan aslo farq qilmaydigan 35 raqami yozilgan eshikni Anna kaliti bilan ochib, meni ichkariga taklif qildi. Uy ichi shinamgina ekan. Yotoqxona, oshxona va ikkita maxsus magnitofon joylashgan ishxona bilan tanishtirgach, Anna, qalay uyimiz? Deb so'radi kulib. Umuman olganda yomon emas, chidasa bo'ladi, dedim men undan ko'zimni uzmay. Faqat ikkalamiz bitta karavotda yotishimizni o'ylamagan ekanman. Men bilan yotishni istamaysanmi? Deya Anna ikki qo'li bo'ynimdan o'tkazib quchoqladi. Sen bilan yotish uchun kelmaganman shekilli. Shunaqami? Dedi-yu, Anna dzyudo uslubida meni ustidan oshirib otib yubormoqchi bo'ldi. Biroq g'ayri ixtiyoriy kuch ishga tushib, uning o'zini chalqanchasiga ag'darib tashladi. Qiz xafa bo'lmadi. Zo'rsan, qani endi turishimga yordam berib yuborchi, deya u qo'lini uzatdi. O'shanda mendagi sezgirlik qisqa muddat pand berdi. Anna ikki oyog'im o'rtasiga chunonam tepdiki, jonim chiqib ketay dedi. Egilib bukchaygan kuyda. Marraz, dedim. Xafa bo'lma. Seni biroq u gapini oxirigacha aytolmadi. Biqiniga tirsaklab urdim. Endi u bukchaygancha polga quladi. Biroz o'tgach, hushimni yig'ib, vannaga yuzimni yuvib qaytib kelsam, Anna hali ham o'ziga kelmagan ekan. O'ldirib qo'ydimmi? deb qo'rqib ketdim. Keyin sekin bo'yin tomirini ushlab ko'rdim. Tirikman, dedi u xirillab. Uni ko'tarib yuvinish xonasiga olib kirdim. Yuzini, bo'ynini yuvganimdan keyin biroz chiroyi ochildi. Endi men bilan bunaqa hazillashma, dedim unga jiddiy tikilib. U boshini qimirlatib, xo'p ishorasini qildi va hali o'lishimga erta. O'zi hayotga kelib, odamga o'xshab yashamaganman. Hech qursa umrim ozgina cho'zilsin. Seni shunday kutib olganim uchun uzr. Boshqa takrorlamayman. Endi borib muzlatgichni och-da, ichimliklarni oshxonadagi stol ustiga ol. Ovqatlanamiz, dedi. U stolga o'tirishdan oldin obdon bo'yandi. To'g'risi, undan buni mutlaqo kutmagandim. Taajjublanib qarab turganimni ko'rib, Anna kuldi. Shunaqa chiroyli bo'lib yoningda o'tirsam, balki urmassan, dedi. Men ham uning gapidan kulib yubordim. Xavotir olma. Endi bo'g'zingga pichoq tortib yuborsang ham urmayman. Senga qo'l ko'targanimdan o'zim xijolatdaman, dedim. O'zim istamagan holda shunaqa bo'p qoldi, to'g'risi. Urmaganingda hozir seni haydab chiqargan bo'lardim.
Bu bo'lmas ekan. Aslida men seni sinayotgandim. Anna dasturxonga biroz qarab turdi-da, o'rnidan turib ketdi. Men uning bu qilig'idan hayron bo'ldim. Birozdan keyin Anna qo'lida bir shisha aroq bilan keldi. Yoshligimdan spirtli ichimlikni yomon ko'rardim. Qo'shnimiz bo'lardi, Akmal aka degan. Deyarli har kuni ichib kelib xotinini urar, bechora bolalari qo'rqqanidan biznikiga qochib kelib o'tirishardi. Sho'rlik xotini kaltakning zarbidan jigari ezilib o'lib ketdi. Akmal aka ko'p o'tmay yana boshqa ayolga uylanib oldi. Ammo bu xotiniyam uning ichkiligiga dosh bera olmadi. Qochib ketdi. Bolalariga esa birinchi xotinining otasi egalik qildi. Keyin Akmal aka to'satdan betob bo'lib qoldi. Kasalxonaga yotdi, lekin holidan xabar oladigan odam topilmadi. Xor-zor bo'lib o'ldi. Aytishlaricha, o'ligigayam ega chiqmabdi. O'sha odamni enam doim eslatib bizlarga: "Birontang ichadigan bo'lsang, Akmal piyonga o'xshab qolasanlar", derdi. Bu ichkilikni yomon ko'rib qolishimga birinchi sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan bizni josuslikka tayyorlayotganlarida barcha kasofatning boshida ichkilik turishini qulog'imizga quyishgandi. Shu bois Annaning qo'lidagi aroqni ko'riboq aftim bujimaydi. Qiz holatimni darrov sezdi. Sezdi-yu, o'sha o'zining go'zal tabassumini menga hadya etib, "Ichkilikni yoqtirmaysanmi?" deb so'radi. Men yo'q degandek boshimni qimirlatdim. "To'g'ri qilasan. Aslida men ham yoqtirmayman. Buni senga rasmiyatchilik yuzasidan aytayotganim yo'q. Meni sinayapti deb ham o'ylama. Ba'zilar bu matoh uchun jonini ham berishga tayyor. Shunchaki udum uchun stol ustiga qo'yadiganlar ham yo'q emas. Biz ana shu udumni hurmat qilaylik. Hatto bir qo'l ichish niyatim ham yo'q emas. Albatta, sen uchun. Sababini keyin o'zing bilib olasan. Balki bilmassan ham." Anna o'zi aytganday qadahni to'ldirib bir ko'tarishda sipqordi. Men esa shunchaki labimga tekkizib qo'ydim. Shundan so'ng Anna ikkalamizning suhbatimiz qizib ketdi. U sho'x-shodon yoshligi haqida to'lib-toshib gapirdi. Birinchi sevgan yigiti uni deb 3ta sinfdoshi bilan mushtlashgani, uchalasining ham burnini qonatib qo'yganini to'lib-toshib, g'ururlanib gapirib berdi. Biroq uning qalbida ilk muhabbatni uyg'otgan yigit keyin boshqa qiz bilan yurib ketibdi. Kamida 7ta yigit bilan yurganman. Oramizda har narsa bo'lgan. Men bundan afsuslanmayman. Qaytanga yoshligimni yayrab o'tkazganman. Axir yoshlik bir marta beriladi-ku. Qolaversa, yigitlar bilan yurish men uchun ayb emas. Bilasanmi? Men bir kitob o'qigandim. Hozir muallifni ham, roman qahramonlarini ham yodimda yo'q. Esimda qolgani, bir fohisha qiz yurtiga dushman bostirib kirganida mislsiz qahramonliklar ko'rsatadi. Vatani uchun jonini beradi. Lekin uning ustidan doim kulib yuradiganlar, qizni kerakmas matohga aylantirib qo'yganlar, o'z tuprog'i, kindik qoni to'kilgan vatanni sotishadi. Eshityapsanmi? Sotishadi. Xiyonat qilishadi. Meningcha bundan og'irroq xiyonat bo'lmasa kerak. Shuning uchun men ham senga ochig'ini, to'g'risini aytsam, shuncha yigitlar bilan yurgan bo'lsam-da, yuragim toza. Kerak bo'lsa 10 ta erkakning ishini bir o'zim bajarishim mumkin. deya u biroz o'ylanib qoldi. So'ng: "Maqtanishni bilarkanmanmi?
Bilsang, odam ba'zan maqtanib qo'yishni ham esidan chiqarmasligi kerak. Ana ko'rdingmi? Men o'zimning qancha sirlarimni ochib tashladim. Endi sen gapir. Sevgan qizing to'g'risida gapirib ber. Yoshligingdagi eng zo'r paytlar haqida gapir. Men eshitaman, dedi. Men bu mahal boshqa narsa haqida o'ylayotgandim. Hozir Annam meni avrab, ichimdagi bor gaplarni sug'urib oladi-da, keyin kerakli joyga yetkazadi. Qarabsizki, meni kamida despat kutib turibdi. Chunki o'zi bu yerga qanday kelib qolgani, qanday tayyorgarlikdan o'tgani haqida lom-mim demadi-ku. Hozir sevgan qizim haqida so'raydi. Keyin gapni aylantirib, tayyorgarlik ko'rgan joylarim haqida ma'lumot olishga harakat qiladi. Bizga har qanday gapdan xavfsiranglar, deb bekorga uqtirishmagan-ku. Yoshligim senikidek qiziq o'tmagan, dedim soxta tabassum bilan. Nima, shu yoshgacha bironta qizni sevmaganmisan? deya u hayratdan ko'zlari yonib. Sevishga-ku sevganman, lekin u rozi bo'lmagan. Rozi bo'lmadi, deb yuraverdingmi? Topmadingmi rozi bo'ladiganini? Boshqa qizlar yoqmasdi. Hech bo'lmasa o'pishganmisan? Be, qayoqda? Yoniga yo'latmasdi u. Undan keyin bizda sevishsayam, yigit qizga to'ygacha yaqin yo'lamaydi. Shunchaki gaplashib yurishaverishadi. To'g'ri, bir-birini yalab yulqaydiganlari ham bor. Bechora, deya sochimni siladi Anna. Hali bironta qizni qo'lidan ham ushlamaganman degin. Men indamay boshimni qimirlatguncha ma'qulladim. U esa o'zining qadahiga aroq to'ldirdi-da, menga, sen ham qadahingni ol, dedi. Baribir ichmayman-ku, shartmi olishim, dedim men kulib. Bu safar ichasan, ichmasang bo'lmaydi. Har narsadan gumon qilaverma. Yurakdan aytyapman bu gaplarni. Darhaqiqat, Anna butunlay o'zgarib ketgandi. Qandaydir o'zgacha, men buni ta'riflab berolmayman. Tushunganim shuki, hozir uning aytganini qilmasam, yig'lab yuboradigan yoki bo'lmasa, qo'lidagi qadahni basharamga otadigan shashti bor. Buning ustiga uning so'zlari samimiy. Qo'limga qadahni oldim-u, u bilan cho'qishtirmasdan, uning ichishini kutib turmasdan oxirigacha ichib yubordim. Ichimlik bo'g'zimni kuydirib o'tganday bo'ldi. Balo ekansan-ku, dedi u bujmaygan basharamga qarab. So'ng o'zi ham shoshilmasdan qadahini bo'shatdi-da, qo'lidagi idishni stolga qo'yar qo'ymas, labimga labini bosdi. Men umrimda o'pishmaganimdanmi, bir zumda Annaning quliga aylanib qoldim. Yuragim hapriqib, badanim o't bo'lib yondi. Qiz chaqqonlik bilan avval o'zining, keyin mening kiyimlarimni yechib tashladi. Keyin qulog'imga to'shakka olib bor, deya pichirladi. Ertasiga shahar aylandik. Anna menga zarur obyektlarni ko'rsatdi. Shundan so'ng uyga qaytib kirganlarimizda xaritaga tushirdik. Aslida bu joylarni Anna 5 barmog'iday bilarkan. Xarita chizishimiz shunchaki mening xotiramni sinab ko'rish uchun kerak bo'lgandir. Xotiramdan hech qachon nolimaganman. Shu bois hamrohim xotinimdan biroz ranjidim. U holatimni tushundi, biroq e'tibor qilmadi. O'sha kuni kechqurun ishqiy o'yinlar og'ushidan so'ng, qancha vaqtdan beri bu yerdasan?
deya so'radim Annadan. Ancha bo'ldi, nima edi? Dedi u sochimni silab. Mendan oldin nechta yigit kelgan bo'lsa, hammasi bilan yotganmisan? Dedim uning boshimni yumshoq qo'li bilan silashidan rohatlanib. Ko'zimni yumib yotarkanman. Qo'ysangchi shunaqa gaplarni, dedi Anna qo'lini boshimdan olib. Shiftga qarab yotarkan. Shunchaki so'radim-da. Kecha senga gap birov bilan yotib turishda emas, deb aytgandim-ku. Bo'pti, boshqa so'ramayman. Ertaga nima ish qilamiz? Uydan chiqmaymiz, buyruqni kutamiz. Bo'pti, endi uxlaylik. Xayrli tun. Ertasi tushdan keyin Anna aytgan buyruq keldi.